Assalomu alaykum. 3-sinf matematikasining 76-darsi yuz birliklari mavzusi. Uyga vazifalar 12 va 13 ni ishlab ko'rsatamiz. 12-vazifa: eng kichik o'lchov birligiga o'tkazib hisoblang. Demak, gektar, aram. Eng kichik o'lchov birligi, demak, birinchi ifodamizda ya'ni aram ekan. Ya'ni o'shani gektarni aramga o'tkazib hisoblaymiz. Bilamizki, 1 gektarimiz bu teng 100 aramga teng edi. Shunday ekan, bu gektarni topish uchun 100 ga ko'paytirishimiz kerak. Aramga aylantirish uchun. Demak, 45 gektarimiz 100 ga ko'paytirsak, 45 ni yozib 2 ta 0 ni yozsak 4500 aram bo'ladi. So'ng 12 aram ham bor. Qo'shamiz. 81 gektarimiz 8100 aram va 38 aram bo'ladi. Va ayiramiz. 16 gektarimiz 1600 aram va 87 aram ham bor edi. Bularni jamlab olamiz. 4500 birinchimiz 4500 12 aram qo'shamiz. 8138 aram va ayiramiz. 1687 aramni. 4512 ga qo'shib olsak 8138 ni 11 dilda 4 dildagi bilan 5 6 va 12 12650 va endi bundan ayiramiz. 1687 ni o'chirib qo'ying chalg'imaslik uchun. 5 dan qarz olib beramiz. 10 dan 7 ni ayiramiz 3. 6 dan qarz olib beramiz. Bu 14 bo'ldi. Endi 8 ni ayirsak 6. 2 dan qarz olib beramiz. Bu 15. 6 ni ayirsak 9 va 1 dan 1 va 10963 aramga teng bo'lmoqda. Keyingi ifodaga o'tamiz. Ikkinchi ifodamizda eng kichik o'lchov birligi metr kvadrat ekan. Endi eng katta o'lchov birligimiz aram ketyapti. Ya'ni bu yerda bir aramimiz teng edi 100 kvadrat metrga. 100 metr kvadratga teng edi. Mana shundan kelib chiqib endi o'tkazamiz. Ya'ni 95 aramimiz bo'ladi. 100 ga ko'paytirsak 9500 kvadrat metr. Shuni 10 ga bo'lamiz. Keyin qo'shamiz. 235 kvadrat metrni 7 ga ko'paytiramiz. 9500 kvadrat metr 10 ga bo'lsa, yana bitta 0 o'chsa, shunda bu 950 kvadrat metr bo'ladi. Qo'shamiz. 235 ni 7 ga bo'lib olsak, 23 ni 3 tadan bersak 21. Ko'paytirilyapti ekan-ku. Bo'lib o'tiribmiz. Demak, 235 ni ko'paytiramiz 7 ga. 7 kare 5 35, 3 dilda 7 kare 3 21. Shuni qo'shamiz 24. Ikkisi dilda 7 kare 2 14, dilagi bilan 16. 1645 kvadrat metr bo'ladi. Shunga qo'shsak 950 ni
5, bu 9, bu 15, birilda 2. 2595. 2595 kvadrat metrga teng ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Va keyingisini bu yerda ham o'lchov birligimiz kvadrat metr ekan va katta o'lchov birligimiz bu gektar kelmoqda. Demak, buni ham nimasini yozadigan bo'lsak, ya'ni 1 gektarimiz teng edi 100 aramga va bu teng edi 100 ni 100 ga ko'paytirsak 10.000 kvadrat metrga teng edi. Endi demak barobar 12, ya'ni kvadrat metrga aylantirish uchun biz 10.000 ga ko'paytiramiz. 10.000 ga ko'paytirsak, ya'ni 12 ni orqasiga 4 ta 0 ni yozsak, shunda 10.000 ga ko'paytirgan bo'lamiz. 120.000 kvadrat metr bo'ladi. So'ng ayiramiz. 17 kvadrat metrni ko'paytiramiz 5 ga, ko'paytiramiz 8 ga. Demak, 17 kvadrat metrimizni 5 ga ko'paytirsak 35, 5 kira 1 5, 3 bilan 85 bo'ladi. Keyin uni 8 ga ko'paytiramiz. 8 kare 5 40 ni 0, 4 dilda 8 kare 8 64, dildagi 4 bilan 68. 680 kvadrat metr bo'ladi. 120.000 kvadrat metrdan ayiramiz 680 kvadrat metrni. Demak, ayirib oladi. 2 dan qarz olib beramiz. 1 9 9 9 10 bo'ladi. 0 dan 0 ni ayiramiz. 0, 2 dan qarz olib beramiz. Bu 1 9 9, bu 10 bo'ladi. 8 ni ayirsak 2, 9 dan 6 3 9 1 1 119.320 kvadrat metr kelib chiqmoqda. Mana shu tarzda 12-chi vazifani ishlab oldik. Endi 13-chi vazifaga o'tamiz. Maydon masala, ya'ni maydonning yuzi 87 gektar ekan. Birinchi kun 23 gektar 16 aram maydon. Ikkinchi kun birinchi kundagidan 11 gektar 45 aram ko'proq maydon shudgor qilindi. Uchinchi kunga qancha gektar maydonni shudgorlash qoldi? Demak, sharti bo'lmoqdaki, ikkinchi kun qancha maydon shudgor qilinganligi, qancha maydon shudgor qilinganligini aniqlashimiz kerak. Shudgor qilinganligini topishimiz kerak bo'ladi. Va endi keyin birinchi kunga ikkinchi kunning qilingan shudgor qilingan maydonni yig'indisini aniqlab qo'shib olib so'ng jami maydonni yuzidan ayiramiz. Jami maydondan ayirib olishimiz kerak bo'ladi. Ayirib qancha qolganligini aniqlash kerak.
yechish. Birinchi kun 23 gektar 16 aram maydon shudgor qilindi. Ikkinchi kun birinchi kundagidan 1 gektar 45 aram ko'proq maydon. Demak, ikkinchi kunimiz, birinchi kunimiz 23 gektar 16 aram edi. Shundan yana ko'p bo'lyapti. 1 gektar 45 aramga ko'p bo'lyapti. Ya'ni shuni qo'shamiz. 23 ga 1 gektarni qo'shamiz, 24 gektar bo'ladi. 16 ga 45 ni qo'shsak, 45 ga 10 ni qo'shamiz, 55, 61 aram bo'ladi. Ya'ni bu mana aniqladi. Ya'ni ikkinchi kuni 24 gektar 61 aram maydonni shudgor qilgan. Uchinchi kunga qancha maydonni shudgorlash qoldi? Uchinchi kuni maydonning umumiy yuzi 87 gektar edi. Shundan birinchi kun 23 gektar 16 aram. Undan so'ng ikkinchi kuni 24 gektar 61 aram maydon shudgor qilingan. Shularni ayirsak, qolgan maydon hududi shu 3-kunga qolgan bo'ladi. Mana shuni hisoblab olamiz. Kelingizlar, shuning uchun biz bu gektarni aramga aylantirib olsak, ya'ni biz bilamizki 1 gektarimiz teng edi 100 aramga teng edi. Ya'ni 100 ga ko'paytirishimiz kerak. 87 gektarimizni 100 ga ko'paytiramiz. 8700 aram bo'ladi. Shundan ayiramiz. 23 imizni 2300 aram va 16 aram kelib chiqadi. 16 aram bor edi va ayiramiz. 24 gektarimiz 2400 aram va 61 aram bo'ladi. Endi mana bularni yig'ib olaylik. Ya'ni 8700 aramdan ayiramiz 2316 ni, 2316 aramni va undan so'ng ayiramiz 2461 aramni ayirishimiz kerak. 8700 dan ayiramiz 2316 ni. 7 dan qarz olib beramiz. 10 dan 6 4, 9 dan 1 8, 7 6 dan 3 3, 8 dan 2 6384 bo'ladi. 6384 dan ayiramiz endi 2461 ni. 4 dan 1 3, 8 dan 6 2, bu 5, bu 13 dan 4 ni ayiramiz 9, 5 dan 2 3. Demak 3923 aram maydon qolmoqda. 3-kuni shudgorlash uchun bizga qolayotgan maydonimiz ekan 3923 aram ekan. Mana shu tarzda ishlab oldik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosingizlar, yaqinlarga ulashib qo'yingizlar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.